Assalomu alaykum, parranda va inkubator ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bu videomizni, bu inkubatorlarimizni ishlatish haqida to'liq obzor bo'ladi. Xarid qilgan mijozlarimizni shu videoda ko'rishini tavsiya qilib qolamiz. Chunki bunda qanday ishlatish, qanday foydalanish bo'yicha to'liq tushuncha berib o'tamiz. Xo'p, bu inkubatorlarimizni bu yerda hozir 64 talikdan boshlab 400 talikgacha bo'lgan inkubatorlarimizni to'liq obzor qilib o'tamiz. Xo'p, bu yerda turgan inkubatorimizdan bu tomonga qarab tushuntirib o'tamiz. Birinchi videomiz shu bo'ladi. Keyingi videomiz bundan boshlab bu yoqqa qarab bo'ladi. Bu inkubatorimiz 64 talik, bu inkubatorimiz 128 talik, bu inkubatorimiz 200 talik, bu inkubatorimiz 300 talik bo'ladi, bu inkubatorimiz 400 talik bo'ladi. Bu inkubatorimiz narxi bunga keladigan bo'lsa 1 million 100 ming so'm, bu inkubatorimiz 1 million 600 ming so'm 128 talik, bu inkubatorimiz 200 taligimiz 2 million so'm bo'ladi, 300 taligi 2 million 600 ming so'm. 400 taligimiz bo'lsa bu 3 million 250 ming so'm bo'ladi. Xo'p, dastavkalarimiz haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Vodiy territoriyasida taksi orqali chiqarib bersak bo'ladi. Toshkent va Voha tomonlarga BTS yoki Yemu Express orqali, pochta orqali chiqarib beramiz. 1-2 kun ichida yetib boradi. Faqat bir narsani aytib o'tamiz, dastavkalarimiz pullik bo'ladi. O'rtacha narxiga 10% ga yaqin minadi. Ba'zilarga 10% ham minmasligi mumkin. Taxminan aytib o'tadigan bo'lsam, 64 talik inkubatorimizga, xo'p, 1 million 100 ming bo'lsa, 100 ming minmaydi, primерно 80 ming 70 ming atrofida. 128 talik inkubatorimiz 1 million 600 ming bo'lsa, 100 mingdan oshiqroq 150 minggacha minishi mumkin. Xuddi shunday 200 talikka mana shu 150 ming, 200 ming shunaqa taxminan hisoblab olsanglar bo'ladi. Unaqa qimmat minib ketmaydi. Xo'p. Keyin yana aytib o'tadigan bo'lsak, Uzum marketda ham bizning mahsulotlarimiz bor. Uzum marketda to'g'ri ozgina to'xtalish bo'lib qolyapti. Mahsulotlarimiz yetib kelmay, Uzum marketga joylashishda o'zi ham ozgina vaqt olayotganligi uchun ozgina mahsulotlarimiz chiqmay qolyapti. Uzum marketda mahsulotimizga kirganinglardan keyin pastga tushganinglarda Uz inkubator magazinidan bo'lsa xarid qilishingiz mumkin. Qolgan magazinlardan xarid qilsanglar, to'g'risi biz garantiya bera olmaymiz. Keyin tushuntirish bo'yicha bizdan so'rasangiz tushuntirib bermasligimiz mumkin. Shuning uchun iloj boricha bizning do'kondan sotib olishlarini iltimos qilib qolamiz. Xo'p, endi sizlarga hozir bu inkubatorlarni shu 64 talikdan boshlab 400 talikgacha bo'lgan inkubatorimizni qanday ishlash haqida to'liq tushuntirib o'tamiz. Qani unda videoda boshladik. Hozir bu yerda 128 talik inkubatorimiz turibdi. Ko'ryapgan bo'lsanglar, razmeri mana 52, 34, 49. Balandligi 52 bo'lsa, uzunligi 49, eni 34 sm bo'ladi. Hozir sizlarga ochib ko'rsatib beraman. Bu holat shunaqa bo'ladi. Xo'p, shu yerda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zi ko'rayotgan shunaqa bizni logotipimiz yopishtirilgan bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsa mana чувствитель datchigi osilib turishi kerak bu doim. Bu temperatura anaqaniki, bu namligidagi, bu поворотni ulagish uchun. Mana ko'rayotgan bo'lsa, buni qo'yib turamiz. Bu endi ustki himoyasi, yopib qo'ysangiz sig'maydi, yaxshi ushlab turadi, yopib qo'ysangiz bo'ladi. Ichida mana bunaqa kitob chiqadi, varaqchasi. Bu yerda jadvallari, necha gradusda ushlash kerak, nima bo'lishi kerak, qaysi payt, inglizcha faqat. Bu yerda mana jo'jalarga dom berish uchun anaqa narsasi chiqadi. Komplektida bitta avaskop, antiseptikga o'xshagan suv sepadigan, buni 19 kundan keyin tuxumlarni suv sepish uchun ishlatiladi va qanaqadir yana bir aksessuar qo'shib beradi. Bu yerda 220 volt radiumlik yana bitta bunaqa antiseptikga o'xshagan kitobchasi ishlangan ekan. Hozir ochib ko'rib bilan qator beradi. Rollar chiqadi, bir etajniki bo'lsa, ichidan yana chiqadi. Ikkinchi etajniki 64 tadan bizga bir etajni qilamiz. Yerda mana jo'jaga dom berish uchun idish chiqadi. Inkubatorga namligini ushlash uchun bakrachga qotirib ishlatiladigan aksessuari. Akkumulyator bulash uchun. Va ichidan ikkita setka chiqadi. 3 xil razmerda. Bittasi pasniki bo'ladi, kattasi kichigi tepalik, ikkinchi etajlik. Bu 19 kun tuxumlarni olib turib, rolli setga tashlanadi, keyin tuxumlarni setkani ustiga olib qo'yiladi, kunga ishlatiladi. Birinchi etaji shunaqa bo'ladi. Ichida 3 ta basseyni bo'ladi. 19 kun faqat bitta suv idish foydalaniladi, bitta suv idishdan. 19 kungacha. Birinchidan 19-gacha. Bu yerda mana motori turibdi, ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'p, uzun mana val bo'ladi. Ro'ylarni terib qo'yiladi, shu val aylantirib turadi. Bu inkubatorimizni qabul qilgandan so'ng biz iloji boricha klientlarga inkubatorimizni teshib, havo aylanish sirkulyatsiyasini yaxshilab jo'natyapmiz. Kimgadir yetib bormaydigan bo'lsa, o'zi teshib olishni tavsiya qilamiz. Hozir sizlarga qanday nima qilishni teshib ko'rsatib o'tamiz. Endi bizda anaqa shur pagur bor. Teshmasa u bitkasi ko'proq bo'lib ketishi mumkin. Oshib chiqmasligi aniq foizi ko'payib ketib qoladi. Altmış dört talik
inkubatorda ya'ni xuddi shunaqa to'ra tomondan teshilinadi. 200 talikda ikki tomonidan bir chap va o'ng tomonidan ikkitadan to'rtta teshiladi. Jami bo'lib birinchi podonda ikkita, to'rtta, 6 ta bo'ladi. 128 talikda 64 talikda to'rtta bo'ladi to'ra tomonda bittadan. Hop. Mana xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi sizlarga hozir belgilarni berib ko'rsataman. Bir tomondan chesternali bo'ladi. Chesternasini o'sha valv ustiga to'g'rilab qo'yib chiqadi. Ko'rinyapgan bo'lsa, terildi. Mana bu tovuqqa. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bedanaga bo'lsa, yaqinlashtirib bir-biriga yaqin qilib terib chiqiladi. Og'izga bo'lsa, katta-katta qilib ochib terib chiqiladi. Hozir tovuqqa mo'ljallab rollarni terdik. Aslida tovuqqa mo'ljallab rollar hisob-kitob qilinadi. Endi ikkinchi etajini ko'ramiz. Ikkinchi etaj shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerdagi qovurg'alardan pastga havo yo'naltiriladi, tepasidagi ventilyatordan. Bu yerda mana xuddi shunaqa val bo'ladi. Motorini bir tomonga qilib qo'yiladi. Motorini simini birinchi etajdan keyin ikkinchi etajga ulab qo'yiladi. Mana bu yerdan bo'lsalar, ulab qo'yiladi va yoqqa tashlab qo'yiladi. Endi ikkinchi etajga rollari qo'yiladi. Keyin yana bir narsa, rollarimiz ozgina uzun kelishi mumkin. Uzun kelsa bir tomonini manaqa chiqarib turib, ozgina kesib olib turib, yana qaytarib solib qo'ysa tushaveradi. Hozir qani ko'ramiz. Uzun kelmasligi uchun. Uzun keldi. Ozgina kesib olinadi. Ko'ryapman bo'lsa. Kesib olamiz. Qaytarib joyiga tiqib qo'yamiz. Hisob beramiz. Mana, uzun keldi. Buni ozgina kesib olamiz. Mana bo'ldi. Terildi hammasi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, endi ko'rayotgan bo'lsanglar mana pavorotini simini hozir ulaymiz. Mana ko'rinyapgan bo'lsa. Ulandi. Endi qopqog'ini yopamiz. Qopqog'i mana bunday yopilmaydi. Faqat to'g'ri yopilishi kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, uzun jabralar bor. Uzun jabralar shu qovurg'asi orqali pastga to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Agar to'g'rilamasak, ichidagilar o'ynashi mumkin. Keyin namligi ham ko'tarilmasligi mumkin. Chunki shabada suvga to'g'ridan-to'g'ri havoga yo'naltiradi. Shuni hisobiga namligi ko'tariladi. Xo'p, endi qopqog'idan xuddi shunaqa teshib qo'yiladi. O'zida bitta kichkina teshik bo'ladi. Aslida kamlik qiladi. 64 talikda ikkita burchagidan teshilsa, 128 talikdan to'la burchak, 200 talikda ham to'la burchagidan teshiladi. Обязательно 128 taligini 200 taligini sotib olgan klientimiz shu videoda ko'rsin, 64 talikni sotib olgan klientimiz shuni ko'rsin. Og'zaki aytib o'tamiz. Mana hozir sizlarga teshib ko'rsatib beraman. Iloji bo'lsa klientlarimizga teshib, chiroyli qilib jo'natib beryapmiz. Endi nimaga o'zi bunaqa kelmagan desanglar, Xitoy shunaqa sal teshiklar kichkina ishlab qo'ygan. Buni kamchilik desam bo'laveradi. Kamchilikni shunaqa bartaraf qilsak bo'ladi. Bo'ldi, teshiklari hammasi to'g'ri keldi. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi buni 220 ga suqib ishlatib ko'rsatib beraman. Mana suqqanimizda ishga tushdi. Buni ko'rinyapgan bo'lsa, bu yerda havo namligini ko'rsatib turibdi. Mana burchagida protsent ko'rsatib turibdi, foiz. Bu degan havo namligi, adashtirmanglar. Bu havo namligi, bu havo temperaturasi, ichidagi havo temperaturasi 12,8 gradus. Agar yaxshi ko'rinyapgan bo'lsa, agar pirpirayotgan bo'lsa, bu telefondan bo'ladi, videodan bo'ladi. Ko'rinyapgan bo'lsa, mana 12,8. Bu yerda mana pastda tovuq, o'rdak, g'oz, qushlar va robot belgisi turibdi. Bu robot belgisi bu tomonda yo'q parranda turini shunga qo'yib,
kerakli gradusga qo'yib boshqarsangiz bo'ladi. Namligini ham kerakli foizga o'zgartirsangiz bo'ladi. Xo'p, bu birinchi tugmamiz. Tuxum tekshirish uchun bu yerda svet yonadi. Tuxumni qorong'uda qo'yib tekshirsangiz bo'ladi. Rivojlanayotgan yoki rivojlanmayotgan. Bu knopkamiz ezib tursak, mana tovuqqa o'tkazdik. Mana o'rdak, g'oz, kuch, bedana kaptar shunga. Xo'p, mana biz birinchi tovuqqa o'tkazib qo'yamiz. Bu chekadagi yonib turgan svet kuchlanish bo'ladi. Bu hozir bor kuchlanish ishlayapti. Vaqt soat kelib ichi sovigandan keyin ozroq kuchlanishda kam rasxod bilan ishlashi mumkin. Vaqti 80 vatt tok rasxod qiladi. Xo'p, bu yerda akkumulyator ulanadi. Akkumulyatorga qachonki svet o'chganda ulaymiz, svet yongandan keyin uzib qo'yiladi. Xo'p, ichki chuqur nastroykalarni sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, hozir tezroq bajaramiz, faqat e'tiborli bo'linglar. Set tugmasini ezib turamiz. F1 chiqadi. F1 120 minut turibdi. Bu degani 120 minut pavorotimiz o'chiq turadi. F2 90 sekund pavorotimiz aylanadi. Xo'p, 14 F3 ga tegmaysizlar. Kalibrovka temperatura bu temperatura ichidagi nosoz bo'lsa, shunga qarab ichiga temperatura to'shni ko'rsatadigan temperaturani qo'yib ligirovka qilinadi. Bu shart emas. Mana chiqib ketib qoldi. F1, F2, F3, F3 dan o'tamiz, F4 ga o'tamiz. Mana F4 81% bu namlikni kalibrovka deydi, kalibrovka qilish, nastroyka qilish. F5 kun bo'ladi. Shunga e'tibor beringlar, F5 kun. Bu kun o'zi hisoblab boradi. 1 kun, 2 kun, 3 kun, 4 kun bo'lib hisoblab ketaveradi. Misol uchun kuni o'zgarib ketib qoladigan bo'lsa yoki parranda turini mana tovuqqa qo'ydingizda, tuxum qo'yganiga 5-6 kun, 1 hafta, 10 kun bo'ldi. Parranda turini o'zgartirib qo'ydingiz. Kun yangilanib ketadi. Shuning uchun tovuqqa qo'ydingizmi, iloji boricha tegmaganingiz yaxshi. Agar tegib qo'ydingizmi, set ezib turiladi. Asosiy kiriladigan knopkasi 1 2 3 4 mana 5. Shuni kerakli kunga qo'yiladi. Siz necha kun hisoblagan bo'lsangiz, taxminan o'sha kunga olib borib qo'yiladi. Keyin set ezib saqlanib qo'yiladi. F6 bu ichidagi temperaturani o'ynash darajasi. 0.5% ga 0.5 gradusga o'ynaydi. Shu chuqur nastroykalar, kerak bo'ladigan nastroykalar shu bo'ladi. Bu yerda plus tugmasini essangiz, pavorotimiz o'zi avtomatik aylanishni boshlaydi. Plus ezmasiz avtomatik aylanadi. Siz ko'rmoqchi bo'lsangiz, qachonki ko'rmoqchi bo'lsangiz, plus tugmasini essangiz, ichida aylanish ko'rinadi. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, u naryoqda rolliga juda ham sekin aylanyapti, ko'z ilg'amasligi mumkin. Shunaqa. Avtomatik aylanadi 2 soatda 90 sekundga. Xo'p, nastroykalarni tushuntirib o'tdim. Endi sizlarga komplektini ochib, suv qanday qo'yiladi, ularni tushuntirib o'tamiz. Bu kitobchasi tuxum qanday teriladi, bunga qarab telefoningizda tarjima qilib Google Perevod orqali yoki Yandex Perevod orqali tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Qanday teriladi, hamma ma'lumotlar yozilgan. Bunda ham endi videoda bafurja ko'rsanglar, qolgan ishlarni ham tushuntirib o'taman. Akkumulyatorga ulash uchun hozir aytib o'tdim. Mana bunaqa raziyomligini shu yerga suqiladi. Qizili plus, qorasi minus. Adashmaymiz, qizili plus, qorasi minus. Xo'p. Mana bu shilyanka ulanadi. Ko'ryapgan bo'lsanglar. Bunda qattiq butunga topasizlar. Suv to'ldirasizlar. To'ldirib turib, mana bu qotiriladi ustiga. Mana qotirildi, suv to'ldirib turib qotiriladi-da. Shunday og'darib, hozir ikkinchi batarimizni qo'yamiz. Suv to'ldiriladi, og'darib, mana shunga ulab qo'yiladi. Yonida o'zini ulaydigan joyi bor. Faqat bittasi ulab qo'yiladi. Mana suv o'zi avtomatik inkubator bilan urinda turgani uchun avtomatik suv ichiga to'lib boraveradi. Xo'p. Xo'p. Faqat bittasidan foydalanamiz. O'rtacha 70% dan past, 40 dan tepa tursa, bittasi yetadi. Agar 40 dan tushib ketadigan bo'lsa, ikkinchisini qo'yasiz. O'rtacha bittasi namlikda ushlab turadi. Keyin ichiga e'tibor berasizlar, ichiga suv kiryaptimi, yo'qmi qarab. Xo'p, ichiga suv kirmayotgan bo'lsa, inkubatorni ko'tarishga, suv idishimizni tagini ko'tarishga to'g'ri keladi. Agar suv kirib, ikkinchi o'rta chapdagi va undagi basseynlarga suv o'tib ketib qolayotgan bo'lsa, inkubatorimizni ozgina ko'taramiz. Qanaqadir karton qo'yib yoki patolochni yuqa nimadir ko'tarib qo'ysak, inkubatorda ichiga ashu faqat bitta basseynga suv kirib turadi. Bitta basseynga kirgan suv o'rtacha namlikda ushlab turadi. Praktika bo'yicha bittasi yetyapti hozircha. O'zimiz tajribamiz bo'yicha bitta suv idish 19 kungacha yetyapti. 19 kun bo'lganda uchala suv idish qo'yiladi. Setkadan tuxumlar olinadi. Katta setga pastki etajga solib qo'yiladi. Tuxumlar ustiga qo'yiladi. Bu yoqqa adina olsam bo'ladi, qisqa qilish uchun tezroq bajarib beryapman. Videoni muzayib ketmasligi uchun kichkinasini pastga solamiz. Tuxumlarni ustiga qo'yamiz. Keyin sizlarga aytganimdek mana bunaqa qo'shimcha narsasi bo'ladi. Bunga oddiy suv to'ldirib qo'yiladi. Havo namligini tezroq ko'tarish uchun tuxumlar ustiga suv sepib qo'yiladi. Qachon kerak bo'ladi? Qachonki qurigan, endi ochib chiqib qurigan jo'jalarni terish uchun ochganingiz yoki nimagadir ochgan paytingizda 19-kundan keyin ochgan paytda namlik chiqib ketib qoladi. Namlik chiqib ketib qolganda sirasi namlikni ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Oddiy suv to'ldirilib, tuxumlar ustiga suv sepib qo'yiladi. Xo'p. Tushuntirib o'tdik. 220 raziyomligi kitobchasi. Xo'p. Yana aytilmagan narsalar qolib ketgan bo'lsa, xudo xohlasa yana keyingi videolarda chiqaramiz. Xo'p, savollar bo'lsa, shu qo'yilgan raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib
kimga kerak bo'ladigan bo'lsa xarid qilishlari mumkin. Xo'p. 64 talikka ham, 128 talikka ham, 200 talikka ham, 300 talikka ham shu video anaqa обучениemiz sizni tavsiya qilamiz. Qaysi birini xarid qilsanglar ham xuddi shu videoni ko'rib foydalanishingiz mumkin. Ham inkubatorga tavsiyamiz bir xil. Videoni ko'ringlar oxirigacha. Video yoqsa albatta like bosib, kimdir qiziqayotgan do'stlar bo'lsa videoga ulashib qo'yishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.